Assalomu alaykum. Bugungi ona tili kursimizga xush kelibsiz. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Biz fonetika bo'limini tugatib, leksikologiya bo'limiga o'tayapmiz va bugun sizlar bilan birgalikda asos va qo'shimchalarni yaxshilab ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda asos va qo'shimchalar nima haqidaligi ga ozgina bo'lsa ham tushuncha berib ketgan edim. Lekin baribir bugun mukammalroq qilib o'rganamiz. Demak, asos nima? Asos so'zining asosiy ma'nosini bildiruvchi leksik ma'noga ega bo'lgan qism. Masalan, bitta sanoqchi degan so'zni oladigan bo'lsak, qarang. Sanoq bu yerda asos, chi bu yerda qo'shimcha. Nimaga desangiz, chi desa siz biron narsa ko'z oldingizga kelyaptimi? Chi desa yo'q, hech qanday bir narsa ko'z oldingizga kelgani yo'q. Bu degani unda hech qanday atash ma'no yo'q va u asos emas degani. Qo'shimchalar hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi. Faqatgina so'zga qo'shilib, unga yangi ma'no yaratadi xolos. Endi mana shu yerda nima sababdan sanoq? Endi sanoq desangiz, shunday biror narsa ko'z oldingizga keladi. Ya'ni sanoq desa o'sha birorta narsani sanash, biror narsani sanash yoki o'sha raqami ko'z oldingizga keladi. Yoki bo'lmasam sanoq so'zida qarang, sanoqda asos sana. Nima sababdan asos sana, nimaga sano emasligini biz o'tgan safarda ko'rib chiqqanmiz. O'tgan darslarimizda fonetika, ya'ni tovush o'zgarishi mavzusida nima sababdan ba'zi bir asoslardagi tovushlar o'zgarishini ko'rib chiqqan edik. Bu yerda sanoq so'zida sana asos, q qo'shimcha. Chunki sanoq, masalan, q desangiz ko'z oldingizga hech narsa kelmaydi. Lekin sana desangiz, demak ish harakati ko'z oldingizga keladi. Biror narsani sanash. Mana shu narsa, ya'ni so'zning eng kichik atash ma'nosiga ega bo'lgan qismi asos deyiladi. Atash ma'nosi degan uni ham hozir darsda chuqurroq o'rganamiz. Atash ma'nosi degani o'sha so'zda shunday bitta aytsa ko'z oldingizga biror narsa kela olishi kerak. O'sha narsa atash ma'no deyiladi. Va atash ma'noga ega bo'lgan, ya'ni so'zning eng kichik atash ma'noga ega bo'lgan qismi asos hisoblanadi. Endi qo'shimchachi? Qo'shimcha asosga qo'shilib, yangi ma'no hosil qiladigan, qo'shimcha ma'no yuklaydigan yoki so'zlarni bir-biriga bog'laydigan vositalar qo'shimchalar deyiladi. Qo'shimchalarni biz ikki turga bo'lamiz. Qo'shimcha turlari ikki turli bo'ladi. Ya'ni qo'shimchalarni vazifasi bor-da, qo'shimchani 3 ta vazifasi bor. Ya'ni birinchi vazifasi asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi. Ikkinchisi, ya'ni qo'shimchani vazifasi emas, bu tur hisoblanadi-da. Qo'shimchani o'zi 3 xil turi bor. Birinchisi asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi, ikkinchisi asosga qo'shilib qo'shimcha ma'no yuklaydi, uchinchisi asosga qo'shilib so'zlarni bir-biriga bog'laydi. Va shunga ko'ra biz qo'shimchani ikki turga ajratamiz. Birinchisi so'z yasovchi qo'shimchalar. So'z yasovchi qo'shimchalar o'zi nomidan bilinib turibdi. So'z yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi. Masalan, tara desa, demak ish harakati ko'z oldingizga keladi, sochini tarash. Endi unga q qo'shimchasini qo'shgan edik, taroq bo'lib o'zgarib qoldi. Ya'ni umuman endi u sochini tarash degan ma'no yo'q bu taroqning ichida. Taroq buyum narsa. Ya'ni tara degan ish harakatimiz taroq bo'lib ot so'z turkumiga o'tib qoldi. Ya'ni turkumi o'zgardi. So'z turkumi o'zgardi. Tara bizda fe'l edi, taroq q qo'shilib taroq bo'lib ot bo'lib qoldi. Endi bu taroqning ichida umuman tarash degan ma'no yo'q endi. Uni ichida faqatgina buyum narsa degan ma'no bor. Ya'ni taroq buyumni, narsani nomini bildiradi. Tarash esa ish harakatining nomini bildiradi. Ya'ni biz unga qani qo'shgan edik, umuman tarash degan ma'nodan uzoqlashib ketdik-da, bitta buyum narsaga yetib keldik. Yoki bo'lmasam sana so'zini olaylik. Asos bu yerda son, unga a qo'shilganda sana bo'ldi. Son bu yerda ot edi, a qo'shgan edik, sana bo'lib fe'l so'z turkumi bo'lib qoldi. Ish harakatni bildirdi. Yoki bo'lmasam supur bu yerda fe'l, gi so'z qo'shimchasini, so'z yasovchi qo'shimchani qo'shgan edik, supurgi bo'lib o'sha fe'l ish harakatidan biz uzoqlashdikda, gi qo'shimchasi qo'shilganda, demak ot bo'lib qoldi. Endi hozir supurgi desa, sizni ko'z oldingizga supurish kelmaydi.
Sizni ko'z oldingizga buyum narsa keladi, supurgi keladi. Supur desa, siz nimani ko'rasiz? O'sha biron yerni supurishni. Supurgi desa, demak siz o'sha buyum narsani ko'z oldingizga keltirasiz. Shuning uchun ham so'z yasovchi qo'shimchalar demak asosiy vazifasi o'zi bitta-yu bitta vazifasi bor, u ham bo'lsa asosga qo'shilib yangi ma'no hosil qiladi. Va bitta narsa shu narsani masalan qo'shimcha so'z yasovchi qo'shimchamiz shuni bilib olishini bitta yo'li bor. Ya'ni asosni topasiz, topib turib qo'shimchaga asos qo'shimchaga ajratasiz so'zni, ajratib turib asosni ko'rasiz. Asos ot bo'lib turib, lekin qo'shimcha qo'shilgandan keyin fe'lga aylanib qolgan bo'lsa, ya'ni umuman qo'shimcha qo'shilgandan keyin so'z turkumi o'zgarib ketgan bo'lsa, demak u so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Endi ikkinchi turi so'z yasovchi ya'ni qo'shimchalarning ikkinchi turi shakl yasovchi qo'shimchalar. Demak, qo'shimchalar ikki turga bo'linadi. So'z yasovchi qo'shimchalar, shakl yasovchi qo'shimchalar va shakl yasovchi qo'shimchalar ham o'z ichida ikki turga bo'linadi. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar, sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar. Demak, shunday sizga tushunarliroq ham bo'lishi uchun o'ylashingiz mumkin, qo'shimchalar 3 turli bo'ladi deb. Shunchaki ilmiy narsalarda, masalan, ilmiy shakllarda, ilmiy kitoblarda yozadi o'sha so'z yasovchi qo'shimcha, shakl yasovchi qo'shimcha. Rostdan ham qo'shimchalarni 2 turga ajratamiz, lekin qo'shimchaning 3 ta vazifasi bor, 3 turi bor. Shuning uchun ham bemalol siz demak 3 turga ajratishingiz ham mumkin, oson qilib. Demak, shakl yasovchi qo'shimchalar o'z ichida 2 turga bo'linadi. Lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalardan boshlaymiz. Asosga qo'shilib, qo'shimcha ma'no yuklaydi. So'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Masalan, aytaylik, gullar so'zini oladigan bo'lsak, asosga ajrataylik-da. Asos qaysi? Qo'shimcha qaysi? Gul asos, lar qo'shimcha. Demak, gul desa, bizni ko'zimizni oldiga bitta gul keladi. Lekin endi larni qo'shaylikchi. Gullar desak, ko'pgina gullar kelyaptimi ko'z oldimizga? Bu degani so'zga mana bu qullar degan qo'shimcha ma'no yuklayapti. Yoki bo'lmasam kichik deylik. Demak, biror narsaning kichikligini bildiradi bu so'zimiz. Endi unga roq degan qo'shimchani qo'shib qo'yaylik-da. Kichikroq. Demak, o'sha narsani boshqa narsalardan ko'ra kichikroq ekanligini ko'rsatyapti. Bu ham qo'shimcha ma'no yuklayapti. Qarang, e'tibor bersangiz, kichikka roqni qo'shsak, so'z turkumi o'zgargani yo'q. Bu degani demak, bu so'z yasovchi qo'shimcha emas. U shakl yasovchi qo'shimchaning lug'aviy shakl yasovchi turi. Yoki kiritga il degan qo'shimchani qo'shgandik, kiritil bo'ldi. Di qo'shilib qolibdi. Bu yerga hozir dini qo'shmay turamiz, chunki sizni chalg'itishi mumkin bu di. Kiritga il qo'shgandik, kiritil bo'lib qoldi. Ya'ni kirit bo'lsa, sen kirit deyishimiz mumkin, lekin kiritga ilni qo'shsak, kiritildi bo'ladigan bo'lsa, u egasi yo'q bo'lib qolyapti. Ya'ni majhul nisbatga o'tib qolyapti. Hozir siz majhul nisbat nimaligini bilmasligingiz mumkin. Lekin shunchaki misol tariqasida aytyapman, kiritga ilni qo'shsak, so'z turkumi o'zgaryaptimi? Yo'q, shunchaki qo'shimcha ma'no yuklanyapti. Ya'ni, demak, biror narsa kiritilgan. Kimdir tomonidan biror narsa kiritilgan. Hech qanday qo'shimcha ma'no, ya'ni hech qanday yangi ma'no yasalgani yo'q. Shuning uchun ham bu lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha deyiladi. Demak, lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib, qo'shimcha ma'no yuklaydi. Sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar asosga qo'shilib so'zlarni bir-biriga bog'laydi. Qarang, misolga qaraymiz. Insonning bilimi deyapti. Bu yerda demak, insonning so'zida asos va qo'shimchaga ajratadigan bo'lsak, inson asos, ning qo'shimcha. Bu yerda insonga ningni qo'shsak hech qanday yangi ma'no hosil bo'lgani yo'q va qo'shimcha ma'no ham yuklagani yo'q. Bu ning qo'shimchasi mana shu inson so'zini bilim so'ziga bog'layapti. Insonning bilimi. Ya'ni mana shu ning, agar mana shu ning bo'lmasa so'zimiz bog'lanarmidi? Inson bilimi. Bo'lishi mumkin, ya'ni bog'lanishi mumkin, lekin ba'zida ning qo'shimchasi tushib qoladi-da. Tushib qolib, mana ning qo'shimchasi tushib qoladi. Inson teacher, ya'ni ustoz mana bu inson bo'lsa, inson bo'lsa, demak, inson bilimi desak ham bo'lyapti-yu, bog'lanyapti-yu deyishingiz mumkin. To'g'ri, bog'lanadi. Lekin bu yerda ning qo'shimchasi tushib qolgan. Shuning uchun bemalol chiqyapti. Lekin ya'ni bu yerda ning tushib qolganda,
insonning bilimi desak bilimga bog'layapti. Inson bilimi desak ham bu yerda asli ning bor, shunchaki tushib qolgan. Keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, maktabga bordim. Maktab bordim deb bo'lmaydi. Maktabga so'ziga qaraydigan bo'lsak, asos maktabga qo'shimcha. Maktab bordim desangiz, bunday ma'no chiqmayapti, to'g'rimi? Maktab bordim. Judayam g'araz, judayam g'alati tuyuladi, to'g'rimi? G'aliz tuyuladi. Ana endi maktabga bordim desangiz, ikki so'z bir-biriga bog'lana olyapti va mana shu yerda maktabga so'zi bilan mana bordimdagi bordimni asosli qo'shimchaga ajratadigan bo'lsak, bor asos mana shunday qilib belgilaymiz. Asosni biz dumaloq shunday belgilaymiz. Bor asos, zamon qo'shimchasi, mana bu egalik qo'shimchasi. Ya'ni kim bordi? Men bordim. Bu yerda kim borganligini ko'rsatyapti. Esa qachon bordi? Bordim. Demak, o'tgan zamonda borgan. Bu yerda zamon qo'shimchasi. Ana endi maktab bor bo'lsa, bir-biriga ikki so'z bog'lanmaydi. Lekin endi ga bilan unga dim qo'shimchalarini qo'shsak, maktabga bordim bo'lib, ikki so'z bir-biriga bog'lanyapti. Shu yerda ikki so'zni bir-biriga bog'lashga ishlatayotgan qo'shimchalarimiz sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar deyiladi. Yoki bo'lmasam, u kelyapti deydigan bo'lsak, kel asos, yapti qo'shimcha. Yapti qo'shimcha. Demak, bu yapti zamonni bildiryapti. U hozir kelyapti, ya'ni ish harakat hozir davom etyapti. Ya'ni umumiy qilib aytadigan bo'lsam, sintaktik shakl yasovchilarga kelishik va egalik qo'shimchalari, shuningdek fe'lning zamon, shaxson va mayl shakllari ham kiradi. Mana shu sanab o'tilgan barcha qo'shimchalar sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar deyiladi. Bu yerda ham yapti zamonni bildiryapti. Shuning uchun ham bu yerda yapti qo'shimchasi sintaktik shakl yasovchi qo'shimcha hisoblanadi. Ana endi bugungi darsimiz uchun bugun shu hammasi edi. Bugungi darsimiz biroz qisqaroq bo'ldi. Keyingi darsda biz siz bilan leksikologiya bo'limini boshlaymiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.